Instagramda uxlashimdan oldin bitta video ko'rib qoldim. Yaxshi ham uxlashimdan oldin ko'ribman shu videoni. Bo'lmasa vashti boshqa gap so'zlar bo'lardi. Hozir mana ancha spokойный holatda shu video haqida gapirib o'tmoqchiman. Xullas, organlar yig'indisi bularda odam degim kelmayapti. Telegram kanali ochishga va shu Telegram kanalda yigitlari sovg'a qilgan gullarni 2 baravar, 3 baravar arzonga sotib olishyapti ekan. Kirib o'qidim, opisiyalarni Telegramda gullarni qo'yib qo'ygan. 4 soat oldin sovg'a qilingan, kecha sovg'a qilingan deb yozib qo'yib, sovg'a qilgan bolalarga rahmim kelyapti. O'sha kunlar shu shimaralarga. Kommentariyasini o'qidim o'sha videoni. Kommentariyasida 500 tadan ko'p qizlar yozgan. O'qib chiqdim yerinmasdan. Atigi ikkitasi orasida adekvatli qiz yozgan. Bolalarda his tuyg'usi bor bu yerda. Qizlar g'alati ish qilyapsizlarmi? Ikkinchisi merkantilni bo'lib ketdinglarmi shu darajada deb yozgan hamma shimaralar o'shalarga hujum qilgan. Boshqalari smaylik tashlagan, menga ham silkasini bering. Qizlar kallasini ishlatishni boshlabdi va hokazo degan kommentariyalar qoldirgan. Endi adekvatli qizlar, sizlarga savolim bor. Yipanko, shmara, shkuralarga emas, adekvatli qizlarga. Sizlarga agar yigitinglar shunaqa joylardan Soyuzini olib, o'zi sovg'a qilingan gullar yana arzonga olib, sizlarga bersa, adekvatli qizlar sizlarga shu narsa yoqadimi? Ikkinchi savolim, o'sha sizlarga sovg'a qilgan bola shunaqa gulni qanaqa munosabat qilasizlar? Qandaydir ko'zinglarda bir qiraqa bordek ko'rinadimi? Gapim bilan nima demoqchiman? O'zlari erkaklarga masalan erkak emas, pastuplik qiladigan narsalar yaratib berishadi. Erkaklar shu pastuplikda qilsa erkaklar qolmadi deydi. Bu yerda Dubayning standarti degan narsa ketyapti. Lично men возможностьim bo'lmasa magazinga borib bittagina atirgul sovg'a qilganim yaxshi. Kimnidir o'sha sovg'a qilinib, yana qaytadan sotilyapti turgan gulni olgandan ko'ra. Akalar, babuyinlar, ko'zinglarni ochinglar. Hozirgi 99.9% qizlar qayerda olyapman bu gapni 500 ta kommentariydan atigi 2 ta degani o'zi statistikani chiqarib olaveringlar. Sizlarni faqatgina finansiy koshelok sifatida ko'radi xolos. Ya'ni menga hamma narsa to'g'zin, men xohlagan narsamni pastupogima qilaman bu narsa bilan. Lekin buni his tuyg'usi, bu menga qilgan e'tibori, o'sha gulni olay deb qilgan harakati, mashaqqatim, mehnati, arava kashilik qilganmi, taksistlik qilganmi, men kliterimni qo'ygan joyim bor. To'yis erkak kishini hech qanaqa qadri yo'q, his tuyg'usida qadri yo'q. Senni faqat pulga bo'lib ketgan xolos. Umuman oila qurishga tayyor emas. Mana qayerdan ajrashishlar? Chunki erkak kishini oldingidaqa gentleman sifatida vоспринимать, ya'ni qabul qilishmayapti. Faqatgina shu soqqa olib keladigan koshelok instrument sifatida ko'rishyapti xolos. Shuning uchun pulinglar bo'ladigan bo'lsa, ota-onalarga o'sha pulinglar sarflaylar. Hozirgilarga вообще не стоит. Orasida bir normal, adekvatli qizda elektronli mikroskopda tavib oladigan bo'lsalar, o'sha qizga butun dunyoni sovg'a qilinglar. Hozirgi dunyoda hozirgi tendensiyada umuman qizlarga hattoki jvachka berishga arzimaydigan bo'lib qolgan. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, akalar, ko'zinglarni ochinglar.